ingliz tilini noldan gaplashgacha o'rganmoqchisiz yoki oldin ozgina o'rgangansiz, farqi yo'q. Agar siz Amerikada yoki Yevropada truck driver bo'lsangiz, truck haydaydigan bo'lsangiz yoki chet elda yashayotgan bo'lsangiz, boshqa eshitsangiz yoki siz ingliz tilini O'zbekistonda IELTS sifir uchun o'rganayotgan bo'lsangiz, farqi yo'q. Nima maqsadda o'rganyapsiz? Taksistmisiz, shofyormisiz yoki quruvchimisiz, biznesmenmisiz? Unda sizga shu 0 dan 3 oyda degan onlayn kursim mos keladi. Nimaga? Bu 0 dan 3 oyda kursda siz faqat gaplashishni o'rganasiz. Nimani o'rganayotgansiz? Faqat gaplashishni o'rganasiz. Bu degani siz hech nimani yozib o'tirmaysiz, faqat gaplashishni 0 dan o'rgataman. Qarang, u qanaqa bo'ladi? U tayyor darslardan o'rganasiz. Misol uchun, siz kursni oldingiz deylik mendan. Kurs olganingizdan keyin sizga sayt bilan parol beramiz. Saytga kirib parol yozsangiz, darslar chiqadi. 30 ta dars chiqadi. O'shani ketma-ketida birdan boshlab o'rganasiz. Harfdan, to'g'ri o'qishdan hammasini o'rgatamiz va to'g'ridan-to'g'ri 2-3 darsdan o'sha gaplashishni o'rganasiz. Gaplashishga o'tib ketamiz. Unaqa grammatikaga ko'p kirmaymiz yoki kerak emas narsalarni o'tib o'tirmaymiz. Eng asosiy muhim narsalarni olib o'rgatib, siz xohlagan kerakli narsalaringizni gapira oladigan qilamiz. Misol uchun, siz chet eldasiz, hozir sizga ingliz tili zaril bo'lyapti. Uni yozib, sekin har bitta darajani 3 oydan o'rganishga vaqtingiz yo'q. O'zi bilsangiz, ingliz tilida 5 ta daraja bor. O'sha har bitta darajasi 3 oydan o'rganiladi. Misol uchun, beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper intermediate. Mana shu hammasi. Agar siz bularni ketma-ketida gaplashgacha o'rganaman desangiz, kamida pre-intermediate tuyatgan bo'lishingiz kerak gapirishingiz uchun. Pre-intermediate yoki pre-intermediate tuyatgan bo'lishingiz kerak. Bu degani 9 oy ketadi degani. 8-9 oy. Aman etayotgan taklif bo'lsa sizga 3 oyda 0 dan faqat gaplashishni o'rganasiz, kerakli narsani. Hech qanaqa daraja emas bu. Daraja bo'lmaydi, hech qanaqa darajada bo'lmaysiz, lekin xohlagan narsangizni gapirasiz. Qanaqa desa bo'ladi buni? Lo'nda qilib o'rgatilgan o'zimizning oddiy xalqona tilda, unaqa adabiy tilda ham emas. Mana misol uchun men qanaqa gapirsam, xuddi shunaqa tushuntirganman. Grammatika ko'p emas. Yozib o'tirmaysiz, faqat ko'rib o'rganasiz. Ko'rib o'rganasiz deganda lug'atlar beraman sizga, so'zlar. So'zlar ham ko'p berilmaydi. Bor yo'g'i 400 ta 500 ta so'z beraman. O'sha eng ko'p ishlatiladigan so'zlar. Siz misol uchun 1000 ta so'z bilasiz yoki 2000 ta so'z bilasiz, lekin uni qanaqa ishlatishni, so'zlarni bir-biriga bog'lab turib gapirishni bilmasangiz, nima keragi bor u so'zlarni? Shuning uchun men sizga 400 ta 500 ta so'z beraman, faqat o'shani o'zi bilan sizga gaplashishni o'rgataman. Qanaqa gaplarni ulashishni, zamonlarni, nimadir xohlashi, nimadir kerakmi, bu bormi, bu yo'qmi, mana bunaqami deyishni o'rganamiz. O'zingizni sizni qiynab qo'ymaymiz. O'quvchini qiynamaydigan darajada qilingan bu. Xo'p, bu kurs o'zi qanaqa turib paydo bo'ldi, qanaqa turib bu kurs chiqdi desangiz, men o'zim ingliz tilini 12-13 yildan beri o'rganaman. Aqlim yetadi, menki ingliz tilini o'rganaman. O'rgatayotganimga bo'lsa, o'sha 5 yilcha bo'ldi adashmasam. 5 yildan beri ingliz tilini o'rgataman. Bu kurs bo'lsa 2 yildan oshdi o'ylab yurganimga. 3 oylik kursi gaplash. Shuning uchun ko'p tajribalar qildim, boshqa o'quvchilarda sinadim narsalarni. Qanaqa turib 3 oyda gaplashtirsa bo'ladi dedim. Chunki buni oldin o'zim ishonmasdim, agar 3 oyda ingliz tilida gaplashishni o'rgataman desa kimdir. O'sha hamma narsasini qilib turib 2 yildan keyin mana 2 yildan oshdi. Shu kursni o'ylab yurganimga to'g'rilab yaqinda tayyor bo'ldi. Shu nomerga Telegram yoki WhatsAppdan, iltimos Telegram yoki WhatsAppdan gaplashish deb yozsangiz yoki 3 oylik kurs deb yozsangiz, sizga qanaqa olishingiz bilan narxlarini tashab beramiz va qanaqa bo'lishini ham videosini sizga tashab beramiz. Xo'p, o'zim bilan jonli o'tmaysiz. Onlayn deganda men bilan jonli o'tmaysiz. Nimaga men bilan jonli o'tmaysiz? Jonli bo'lganda ko'p dars bekorga ketib qoladi. O'quvchini hafsalasi pir bo'ladi, bir xillarda kasal bo'lib qolishi mumkin, uyga vazifasini qilmaydi. Lekin dars bitta vaqtga belgilanganmi, o'sha dars vaqtida bo'lishi kerak. Agar bo'lmasa dars kuyadi. Jonli o'tish bo'lsa, bizda, misol uchun menda ancha qimmatroq boshqalarga nisbatan. Shunga jonli emas, bekorga sizni ham, meni ham vaqtim ketmasin, tayyor onlayn kursdan o'rganasiz.
Misol uchun bugun kirmoqchisiz, xohlaganingizcha kirasiz. Xohlasangiz 5 marta kiring, xohlasangiz 10 marta kiring, 10 marta qaytaring bitta narsani, qaytarib chiqasiz. Onlayn kursimda qaytarish imkoniyati bor. Jonli darsda bunaqa narsa bo'lmaydi. Keyin darsni orqaga qaytara olmaysiz. Voy, men buni qila olmagandim, kasal bo'lib qolgandim, esimdan tushib qolgandi demaysiz. Misol uchun bitta darsga kirish, bir haftadan keyin jonli darsda, bir haftadan keyin yana o'qiyapsiz, nimadir muammongiz bo'lib qoldi yoki ishingiz vaqti to'g'ri kelmadi, uyqungiz kelib qolgan, har xil vaqtda rejimda ishlaysiz, balki bilmayman-ku, to'g'rimi? Har xil vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Bir haftadan keyin yana davom ettiraman dedingiz. Bir haftadan keyin davom ettiraman siz eski o'rganganlaringiz esingizdan chiqib qoladi. Tayyor onlayn kursda bo'lsa unaqa emas. Borib turib eskilarni bitta qaytarib olasiz, bitta ko'rib chiqasiz, esingizga tushgandan yana keyingilarini davom ettiraverasiz. Ancha qulay. To'g'risi, men o'zim ham oldin shunaqa onlayn kursdan o'rganganman, prosta yaxshi ustozga yolchimaganim uchun, yaxshi chiqmagani uchun, yo'qsa 5-6 ta kurs olib ko'rganman. O'rgana olmaganman, lekin shu zo'r beradi. Meni o'zimni agar o'zim noldan ingliz tilini o'rganishim kerak bo'lsa, yoki meni ukammi, tanishimmi, qarindoshimmi, o'g'limmi o'rganish kerak bo'lsa, men shu onlayn kursdan o'rgangin derdim. Ancha qulay. Endi siz yo'q, men ko'p odamlar bilan kirishib, bir gruppavoy o'rgangim kelyapti desangiz, unda gruppavoy o'rganingsiz. Lekin gruppavoymi, onlayn darsmi, jonli onlayn darsmi, hammasi bir xil. Men sizga ko'proq shu onlayn tayyor kursdan o'rganishni maslahat bergan bo'lardim. Misol uchun uni bir marta sotib olasiz, sotib olgan bir marta to'lov qilasiz, yoki 3 oy, yoki 6 oy, yoki 1 yil sizda turadi u narsa. Shu narxiga qarab, olishingizga qarab bo'ladi bunisi. Xohlagan joyingizdan, xohlagan paytingizda bitta internetingiz bo'lsa bo'ldi. Ko'rib o'rganaverasiz. Tushuntira olyapmanmi sizga onlayn kurs qanaqa bo'lishini? Pluslari ham ko'p buni. Offline borib turib o'rganaman desangiz, agar O'zbekistonda bo'lsangiz, bemalol borib o'rganishingiz mumkin. Agar siz chet davlatda bo'lsangiz, ingliz tilida kursga boramandir men, agar noldan o'rganadigan bo'lsangiz. Chunki noldan o'rganayotganda sizga hech qanaqa ingliz, amerikans yoki yevropalik sizga ingliz tilini o'rgatib qo'ya olmaydi ingliz tilida gapirib. Chunki siz o'zbeksiz. O'zbek tilida ona tilingiz o'zbek bo'lgandan keyin, o'zbek tilida o'rganishingiz kerak noldan o'rganayotganingizda. Siz anu darajalarni aytdim-ku, o'rta darajadan o'tib ketganingizdan keyin bemalol o'sha ingliz tilini tushuna olasiz. Tushuna olganingizdan keyin ana endi inglizlar bilan birga kursga borib turib o'rgansangiz bo'ladi. Ungacha bunaqa qilsangiz befoyda. Agar ko'rgan bo'lsangiz kommentariyada yozing. Foydasi bo'lmagandir. Chunki menda ko'p o'quvchilar shunaqa qilishgan, foydasi bo'lmagan. Bekor qilsiz bunaqa. Undan ko'ra keling o'zbek tilida o'rganmaysizmi dedim. Agar siz o'zbek tiliga qaraganda rus tilida yaxshiroq gapirsangiz, rus tilida o'rganing. Ona tilingiz qaysi bo'lsa, xayolingizda qaysi tilda o'ylasangiz, o'sha tilda o'rganish kerak, yangi tillar. Yo'masam qiyin bo'ladi. Misol uchun men yoshligimda, maktab paytimda, litsey paytimda ham men bilmaganman, uydagilar meni ruscha maktabda o'qiganman o'zi. Ruscha maktabda o'qiganimga ruscha ingliz tiliga berishardi meni. Ammo ruschada 3 chiydim, 2 chiydim, unaqa zo'r bilmasdim. Oxirda o'tiradigan yalqov dangasa o'quvchi bo'ladi-yu. O'shnaqa bo'lganman. O'sha bo'lganim uchun men endi rus tilini o'zi yaxshi bilmayman, ingliz tilini qanaqa o'rganaman? Tasavvur qiling. Tasavvur qilasiz, o'zi rus tilini bilmayman, endi rus til gruppaga kirib turib ingliz tilini o'rganyapman. G'alati-yu, sal tushunsa ham baribir nito-da bu narsa. Men undan ko'ra o'zbek tilida o'rganganimda ko'proq narsa o'rgangan bo'lardim. O'shanga 10 yillab ketib qolgan. Keyin oxiri o'zim ustimda ishlab turib o'rgandim. Shuning uchun sizga maslahatim, o'zingiz qaysi tilda bo'lsangiz, men misol uchun agar o'g'lingizga yoki bu kimga tanishingizga maslahat beradigan bo'lsangiz, shunaqalar ham ko'ryapti, men bilaman. Iloji bo'lsa, o'zini ona tilida, o'ylaydigan tilda o'rgangani yaxshiroq. Meni ota-onam bilishmagan endi, ular hech qanaqa til yoki boshqa narsani o'rganishmagan. Ular til bilishmaydi, ingliz tilini bilishmaydi. To'g'ri, faqat turk tilini bilishadi, rus tilini sal bilishadi. Shunga meni ruscha maktabda o'qiganga rus tiliga berishgan. Sizga maslahatim, qaysi xayolingizda qaysi tilda o'ylasangiz, o'sha tilda ingliz tilini yoki boshqa tilni o'rganing. Keyin men darajam elementary, ozgina bilaman, ozgina gaplashishni bilaman, o'qishni bilaman. Nima qilay, lekin gaplashishni bilmayman. Yoki men pre-intermediate darajasidaman, gaplashishni bilmayman. Gaplashishni o'rganishim kerak desangiz ham mana shu 3 oylik kursim sizga mos keladi. Nimaga ko'pchilikda shunaqa muammo? Ingliz tilini o'rgangan, lekin gapira olmaydi. Xayoldagi narsani ingliz tilga chiqarib bera olmaydi.
Bu muammo nimadan bilasizmi? Bu muammo ingliz tilini o'zidan ingliz tilini o'rganishdi. Men nima demoqchiman? Mana inglizcha kitob yoki inglizcha yozuvlardan o'zbek tili tarjima qilib turib o'rganish. Unaqa emas. Siz xayolingizdagi narsani ingliz tiliga tarjima qilib turib gapirishingiz uchun o'zbek tilidan ingliz tiliga o'rganishingiz kerak. O'zbekcha narsalarni ingliz tiliga tarjima qilib turib o'rgansangiz, o'shanda gapira olasiz. Gapirish siri shu. Gapi qisqa qilaylik, ko'payib ketdi. Agar kursni qanaqa bo'lishini, keyin narxlarini qanaqa olishni bilmoqchi bo'lsangiz, shu nomerga Telegram yoki WhatsAppdan gaplashish deb yozing yoki 3 oylik kurs deb yozing. Narxlar bilan qanaqa olishingizni tashab beramiz. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'ling.